Dori kerak-ya. Mayling suvga chiqadimi? Chiqmaydi. Mana bitta qincha o'tirishimiz kerak. Suv emasmi? Uyda pechka yoqqanmiz. Uni ustiga suv bor. Ma, suv olib kel. To'xta. Men ukangni ham qo'shib. Menga qara. Quruq yemagin, ma. Ana suv chiqayotgan ekan. Voy, o'chirdi ekan. Hozir bu yerda ko'p qolib ketamiz. Qo'yvor, uyda как раз ish ko'p edi. Yo'q, to'g'ri, shu bolacha ham ikkita baklashka ko'tarib ketdi, qara. Surasi sekin kelyapti. Ketdik-dargi mahallada olamiz. Kutaylik. Yo'q, yur ketdik. Ho, anasi yaxshi kelayotgan ekan. Balki boshqa xabar olamiz. O'zi ikki kishi ekan u. Ikki kishimi sizlar? Ha, ikkishimi? Kechagina qishloqdagi qizlarning bari menga sirli. Tog'ora, muncha idishinglar ko'p. Hamon yoqyapti-deydi. Endi to'chni ketamiz. Ha, qurib ketsin. Ha, bu yoqda 2 yildan beri suv chiqmayapti-yu, seni gapingga kirganman, ahmoq. Umid nima o'tmayapti? Har doim veligida shu yerda yurardi-yu. Hasan mashinik, o'sha Umidni ko'rish uchun qolib kelding mana. Hozir uyga solib kirmasam, oyim meni o'ldirarlar. Bo'pti, ko'p gapirma. Men yo'lini bilaman. Arodan olganimizni bilishmasmikin? Bilishingda. Qaysi ko'rib yuribsanlar? Suv olib keldim, kerak meni. Suv yarmi qani? Yeri haqida to'kib keldim. Nima cho'p bilan urdilar? Anor aka. Ey, yomon yutganlari bor, shu o'zimniki bilan urmanglarmi? Sening qani? Oppa! Shidir shidir suvlar oqar mahallam